Xitoy Sharq Turkistonga ko'chirib kelgan Xitoylarning texmi yaxshi va rohat yashashi uchun son-sanoqsiz Uyg'urlarni tutqun qildi. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Maralbeshi noyasida 813 oiladan 3433 kishi uylaridan majburiy chiqarilib, nahiya markaziga yiroq bo'lgan joyga ko'chirilgan. Bu kishilarning bu nahiyaga qurilgan Xixon kiyim zavodida oylig'i 250 yuandan arzon emgak kuchi bo'lib ishlaydiganligi ilgari surildi. Shuning bilan birga ularning orasida yig'ilish lagerlariga qamalgan va ifodasi yaxshi bo'lgan kishilarning balig'i o'tirg'i chiqdi. Notpad Filos yumshoq detali Uyg'urlarning vaziyatiga diqqat tortish uchun alohida nashrini e'lon qildi. Rasmiy tor betida e'lon qilingan bir yozma bayonot orqali bu alohida nashr haqida ma'lumot berildi. Uyg'urlarga kishilik huquq nashrini bozorga solgan shirkat Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishlari, islom dushmanligi va qanday yordam qilib bo'ladiganligi haqida tushuntirish berdi. Bayonotda kishilar bizga texnika va yumshoq detal bilan siyosatni aralashtirmasligimiz kerakligini aytishi mumkin. Bizning siyosat bilan korimiz bo'lmasa, siyosatning biz bilan kori bo'ladi deyildi. Bayonotda yana harakatga o'tish uchun Uyg'ur yoki musulmon bo'lishingizga kerak yo'q. Faqat inson bo'lishingiz va hissdoshlik tuyg'usiga ega bo'lishingiz yetarli deb xitob qilindi. Amerikada Uyg'ur yoshlari Sharq Turkistondagi zulmga diqqatni tortish uchun namoyish qildi. 30-oktyabr Washingtonda jam bo'lgan Uyg'ur yoshlari Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmga diqqatni tortish uchun poytaxt 1-nomer saroyi oldida Google Uyg'ur degan xatni shakllantirdi. Musobaqa boshlanishidan burun namoyishni boshlagan yoshlar Hong Kong va Tibetni unutmadi. Yevropa İttifaqı Komiteti Türkiye'deki Suriyalik panohlanuvchilarga insoniy yordam uchun 663 million yevro avatganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı Komitetining bayonotida bu yordamning Turkiyadagi panohlanuvchilarga yordam mexanizmi qurish uchun elib berilayotgan cho'ng turlarini davomlashtirishga ishlatilganligi bildirildi. 600 million yevro Yevropa İttifaqı tarixidagi eng cho'ng insonparvarlik yordami programmasi bo'lgan jiddiy ijtimoiy bexatarlik to'rini davomlashtirish uchun ishlatiladi. Qolgan pul bo'lsa ma'rif va sahiya sohalaridagi turlarga avatiladi. Mazkur komitet Turkiyadagi Suriyalik panohlanuvchilarga yordam qilish uchun avatilgan pulning Turkiya doiralari vositasi orqali emas, balki xalqaro insonparvarlik tashkilotlari va mustaqil ommaviy tashkilotlar tomonidan bo'lganligini ta'kidladi. Yevropa İttifaqı sotining bosh adliya amaldori Chex Cumhuriyati, Vengriya va Polshaning Yevropa İttifaqı komitetining panohlanuvchilarning majburiy davlatlarga bo'linishi tavsiya qilingan qonunga xiloflik qilinganligi haqida qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Lyuksemburgga joylashgan va Yevropa İttifoqining eng oliy qonun organi bo'lgan Yevropa İttifaqı soti bosh adliya amaldori Eleanor Sharifeston Yevropa komitetining Chex, Vengriya va Polshaga qarta majburiy qabul qilingan ko'chman sonini bekitib berish tuzimiga rioya qilmaganligi sababli oshgan tavsiya haqida to'xtaldi. Yevropa komiteti 2015-yili ko'chman krizisining oldingi sepiga joylashgan Italiya va Gretsiyaning yukini yengiltish uchun a'zo davlatlarga son belgilab berib, 160 ming ko'chmanning yangidan o'rinlashtirilishi haqida qaror chiqargan edi. Chex, Vengriya va Polsha bu qarorga qarshi chiqib, ko'chman qabul qilishni rad qilgan edi. Buning Yevropa İttifaqı komiteti yuqorqi 3 davlat haqida Yevropa sotiga arz sungan.